Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. İslam və biz proqramımızın 108-ci sanını görüşlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmənlərimiz, Allah'a məlum bolğandak uzundan buyan davam qılıb proqramımız hər həftədə. Hər bir müsəlman çoxum Qur'an-ı Kerim və Rəsulümüzünki şu mübarək hadislərinin ruhiga asasən nəhayət roşan dəlil isbatlar bilan düşünüş kerak bolğan mavzularni xilma-xil tema şəkildə təfsili halətdə huzurunuzda sunub kelyapmiz. Allah subhanahu wa ta'ala sözlənən bu temalardakı barlıq mavzularni tegishlik şəkildə düşünüb, şunun ruhi boyunca əməl qilishga müyəssər qilishini tiləyimiz Rabbimizdən. Proqramımızın daimlik aziz mehmani hamala tanışıb bolğan hörmətli ustaz Şərq Türkistan Ölümələr Birliyi Əzası şundaqla Dünya Müslüman Alimlər Birliyi əzası Abdurrahman Cemal Kaşiğari'ni təklif qıldım. Qimmatli vaxtını çıxıb qədəm təşrif qılğanlıq üçün köp rəhmət edirik. Rəhmət. Qadirli görürmənlərimiz, proqramımız YouTube və Facebook kanallarımız arqılıq Naq Meydandan tarqıtılıbdır. Ekran alda çıxıb duruyatqan nömrəmiz şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq proqramımızға əlaqədar hər qandaq fikir təklif bolsa, berişanlarını, suallarını bolsa, soruşlarını ümid qılırıq. Şundaqla köplügən qayırdaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşunu, həm unutmayasınlar. Bugünkü temamız tünügün elanımızda bəgəndək ata-analıq məcburiyyətlər haqqında toxtulduğanlığımızı deyən tox. Əlbəttə biz ata-ananın qançalik mühim ikənligini farzand tərbiyəsində milletimizin bugünküdək mühacirət həyatında meyli dünyanın nərdə bolsa farzand tərbiyələş haqiqi vətən millət üçün yaramlıq hər sahədə yetişkən farzandların tərbiyələşinin qançalik mühim ikənligini bu və ya ki bundan başqa meyli Allah'ımızın nəzər proqramımızda bolsun. Xilma-xil növbət gəlgəndə ayrım-ayrım tema şəkildə huzurlarına sunduq. Tema əlbəttə hər qaçan mühim tema hamdır. Hər qandaq bir ata-ana çoxum davamlıq oylanışı kerak bolğan, izlənişi kerak bolğan, hər sahədən izlənib şu farzandlarını gözəl tərbiyələş yolda tirişişi kerak bolğan tema. Bunu vaxtımız yetkəncə geçişə tirişimiz. Bir vasitə proqrama kirib kəsək ondan sormaq istəyirəm. Aldı bilən şu yaxşı ata-analıq qanda buldu degan sualdan kirgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamısına peygamberimizge dua salamlar olsun. Bugün toxtulub atqan tema mühim, nazik temalardan birisi. Her gün, her vaqt toxtulishlik bo'lgan. Müslümanınki bu dünyalık ve ahiret münasebetlik olan mühim tema. Yok deyilgəndek. Hem de o ata-analıq degan bu sual. Tabii halatda to'y qilgan, farzand qilgan, farzand ko'rgan odamning har qanday birisi ota-ona bo'ldi. Biz bu yerda ota-onamiz balki yaramliq bir ota-ona. Xo'sh. Yaxshi ota-ona qanday bo'ldi degan bu tema haqida bir az to'xtalib o'tamiz. Albatta har qanday bir ota-onaninki balalarni yaxshi ko'rdiganligi va balalarninki manfaati va kelgusi haqida boshqalardan bakrak o'ylandiganligi shaksiz bir haqiqat. Çünkü balla ata-analarning yurak parçası, kelgüsünün ümitleri, göz qarşıqısı ve dünyadaki zinneti ve ondan başka nurg'un sifatlar mavjud. Endi bu ata-analardagi ballalarni yaxshi ko'rish sevgisi ballalarninki manfaatiga va kelgusiga kuyinish, ko'ngil bo'lish istiki yoki tuyg'usi ata-analarni balalarga har qaysi saat ko'ngil bo'lishga, balalarni yaramliq bir odam qilib yetishtirishga yoki tarbiyalashga turli rol o'ynaydi. Buni har bir ota-ona qila olamiz yo'q. Bir qanday ota-onalik qila oladi desa, balalarni yaramliq tarbiyalaydigan va ota-onalik majburiyatini ado qiladigan ota-onalar ma'lum sifatlarga, ma'lum o'lchamlarga Onun seviyeye, onun sapağa ega bo'lgan ata-onalar iborat. Ata-onaning hammasi bu vazifani ado qilolmaydi. Xotni ağanning hammasi bu mas'uliyatni o'rnidan chiqolmaydi. Shuningdek bu yaramliq ata-onalik mas'uliyati ata-onalarning bugünkidek millat beshini ko'chirayotgan
yoki millat duch kelayotgan har turli qiyinchiliklarni his qilishi, buning bilan ta'sirlanishi, moslashishi, harakatga o'tishi, bu qiyinchiliklarning ichida masalan siyosiy bo'lsin, iqtisodiy bo'lsin, fikriy bo'lsin, psixiki, jismoniy va ijtimoiy bo'lib qolsin, bu xatarlarni anqirishi va avlodlarni bu xatarlarning salbiy taraflaridan, ziyonli taraflaridan himoya qilishi yoki oldini olishi bu ota-onalik mas'uliyatining eng muhim nuqtasi hisoblanadi. Xo'sh. Bu yerda bolalarni yaramliq qilib yetishtirishdan ilgari yoki bolalarni yaramliq bir avlod qilib yetishtirishda dastlab ota-onani yaramliq qilish lozim. Dastlabki shart. Bu ota-ona yaramliq bo'lmasa, bolasi qanday yaramliq bo'lsin? Ota-onasida u alaylik sifat bo'lmasa, bu xislat, bu sifat, bu alaylik bolasi qanday o'ssin? Kim orqali o'tadi? Şunu bir yerda biz bolalarni tarbiyalashdan ilgari ota-onani tarbiyalashimiz lozim. Ota-onalarni yaramliq qilib chiqishimiz lozim. Ota-onalarni tarbiyalashni oldinga o'rin qo'yish lozim. Ota-onalarga sog'lom ong singdirish, o'ttirganlik ega to'g'ri ideya singdirish, davriga munosib, davrga uyg'un tushunchani singdirish lozim. Xo'sh. Dastlabda ota-onalar bolalarni tarbiyalashni o'rganishi, sağlam ideyaga ega bo'lishi va davriga loyiq biz qanday yerda yashayotimiz, qaysi davrda yashab buning bir to'g'ri tushunchaga ega bo'lishi bu sal qarag'an olmaydigan eng jiddiy ehtiyojlarning biri hisoblanadi bugungi kunda. Xo'sh. Qandaydir bir yerda bir odam bir to'y qilib bolasi cho'ng bo'lgan vaqtda maktabga avatib qo'ysa, yoki bir madrasaga avatib qo'ysa, yoki bir ustozning qashig'i bersa, bu bola o'zligidan tarbiyalanib qolmaydi. Bolaning bir qismi yani ma'lum nisbati maktabda tarbiyalansa, asosliq bir qismi millatni millat qilib turgan, millatning kimligini himoya qilib turgan, millatning tarixini, madaniyatini, qimmat qarashini obrazlashtirib turgan maktab ota-ona maktabi, oila maktabi. Shu bu yerda sirtqi maktabda ilgari bu oila maktabini asos qilish intayin muhim. Shunga deymizki, ota-onalar bolalarni yaxshi va yaramliq tarbiyalash uchun dastlabda bular tarbiya qilishni yo'llarini bilishi, tarbiyaning muhimligini his qilishi va buning usullarini o'rganishi lozim. Chunki yuqori deganimizdek bular bu alaylikka, bu anga, bu tushuncha ega bo'lmay qolib qolsa, bolalarga ega bo'lolmaydi. Naytkasi bolalarning kiyim-kechkini toppaganlik, yaxshi yuguzib, yaxshi ishganlik, ilg'or markalar telefonlar bilan, ilg'or markalar kiyimlar bilan uninki jismoniy tarbiya ko'ngil bo'lish bilan men bolamni boqdim, bolam ega chiqdim dedi, ammo uning ruhiy holati xarob, axloqiy holati xarob, ideyaviy fikr holati xarob bir bosqich yoki bir holat shakllanib qoldi. Shuna bu yerda layoqatlik, yaramliq, yaxshi otani qanday bo'lsa, ishning beshida Allohning ko'rsatmasini tunaydigan bolalarni Allohning ko'rsatmasi bo'yicha tarbiyalashga ahamiyat beradigan va bolalarni davrga munosib, sharoitga munosib ilm ma'rifatlar bilan, qobiliyatlar bilan, mahoratlar bilan tarbiyalash ko'ngil bo'lgan ota-ona bu haqiqatan layoqatli ota-ona. Yaramliq ota-ona bu. Qandaydir bir pulining ko'pligi yaramliqni ko'rsatmaydi. Qandaydir bir mansibining cho'ngligi yaramliqni ko'rsatmaydi. Qandaydir birisining bolasining ko'pligi yaramliqni ko'rsatmaydi. Yani bu ota-ona yaramliq desa, bolalarni Allohning ko'rsatmasi bo'yicha tarbiyaladimi? Musulmon bo'lishibdi bilan. Aning kendim bolasini bu millatga, bu ummatga, bu vatanga xizmat qiladigan, uningki g'amini yeydigan qaysi bir sohada bo'lib qolsin bir yaramliq bir o'quvchi qilib, yaramliq bir kasb egasi qilib yetishtirishga kuch chiqardimi, bu yerdan o'lchaymiz yoki bu yerdan buni baholaymiz. Şu bir yerde yaxshi ota-onalik faqat ota-onaning yaxshilik kelmaydi. Ota-onasi qarasak yaxshi. Masalan, mo'min banda ba'zan tili bo'yicha. Hech kim zin yo'q bir yaxshi bir odam dedi. Xo'sh. Chivingim zarar bermaydigan bir odam. Bu u odamning yaxshiligi. Lekin bu odamdagi yaxshilik bolasiga yo'tkalmayapti, yuqmayapti. Masala bu yerda. Xo'sh. Ota-onasining yaxshi bo'lishi hargizmi ota-onalikning yaxshi bo'lganini ko'rsatmaydi. Ota-ona yaxshi bo'lgan bo'lsa, ota-onalik sifatga o'tolmay qolib qolsa, bolalarga ta'sir yetkazolmaydi degan. Bolalarga ta'sir yetkazish uchun ota-onalik majburiyatda ilgirlash lozim. U yaxshilik, u alaylik, u o'lcham taraqqiy qilish lozim. Chunki ota-ona bolalarni tarbiyalashda
İslamның qimmat qarashlarini ballarga singdirishda, millatning qimmat qarashini, kimligimizni, tilimizni, madaniyatimizni, tariximizni o'rgatishda, ballarni axloqliq yetishtirishda va millat ehtiyoj bo'layotgan sohalarga ballarni yuzlantirib, buni o'qitishda natija qazana olsa, bunga harakatlana olsa, u vaqtda bu ota-ona yaramli ota-ona bo'lgan bo'ldi. Xo'sh. Pul toppaganlik, balning qo'sqini baqqanlik yoki ilg'or markalik mashina demayli, telefonni va biznes appaganlik bilan bu ota-ona yaxshi ota-ona. Yoki faqatlam mu'minda faqat masjidga hayoti bog'langan, ammo jamiyat bilan aloqasi yo'q, millat bilan aloqasi yo'q, ummat bilan aloqasi yo'q, qimmat qarash bilan aloqasi yo'q. Fikr bilan, iqtisod bilan, siyosat bilan aloqasi yo'q. Bu avlodning yaramli avlod bo'lib chiqmaydi. Çünkü bu avlodning boshqa do'lqon, boshqa iqlimning ta'sirida sog'lom bir ongga, sog'lom bir ideya ega bo'lmay qolsa, u uchib ketadi. Shuning bu yerda aqida muhim, ilm ma'rifat muhim, ong safa muhim. Masalan, Qur'oni Karim qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karim nikah orqali dunyoga kelgan bolalarni zaminning izbosarlari edi. Vakillari deb sifatlaydi. Xo'sh. Ya'ni Qur'oni Karim insonning bu dunyoga yoritilish g'oyasini Allah'ını tanış, Allah'ın hakkını tanış. İnsan, insandaki yaş için kalbini paklaş. Doğru yolda yaşaş. Vatanını güllendiriş. Dünyalık ve ahiretlik için ünümlü iş hareket kılış. Ya dünyalık ve ahiretlik için bir netice kazanış hep hulasılık insanın dünya gidişin. Bunun asasen ata-analıkның asas vazifesi doğru yolda mağdırgan. Vatan milletindeki gemini yediğen, dünya ahiretlik için galbi qilishga, natija urindigan bu avlodlar hakikaten yaxshi avlodlar. Bunun kuch chiqargan ota-onalar hakikaten yaxshi ota-onalar. Demek bu ota-onalık büyük bir vazife için. Ulug' bir nishon için. Avlod yetishtirishni asos qilgan bir qurilmadan iborat. Ota-onalık büyük bir vazife için, ulug' bir nishon için avlodlarni yetiştirish üstü qurilgan bir tushunchadan iborat. Biz bola tarbiyalaymiz. Yoki bolaga ega bo'ldik, yoki bolani boqdik. Nima uchun? Bu yer bir g'oya bo'lishi lozim. Bu bola cho'ng bo'lgancha nima ish qilsin? Bir baqqal bo'lib o'tib ketsinmi? Yoki bir o'quvchilar o'zining qo'sqini, to'yg'inini bildigan bir turmushlik bo'lib, yoki bir xizmat tush bilan boshqa hech narsa qari yo'q, aydan o'tib ketsinmi? Yoki olmagan bo'lsa ummat Muhammadga loyiq bir shaklda yaramliq bir azmat bo'lib chiqsinmi? Yoki bu ummatni bir to'g'ri yo'lga, to'g'ri ideya yetaklaydigan bir siyosiy olim bo'lib chiqsinmi? Yoki bir injener bo'lib chiqsinmi? Bu yer cho'qim bir odamda, har bir ota-onada bir g'oya bo'lishi lozim. Xo'sh. Bu bolalarga ma'lum bir bosqich kelguncha bu g'oyani, bu ongni singdirish lozim. Bu bola cho'ng bo'lgancha nim bo'lmas. Oliy maktabda bo'lsa qadam qo'ygan vaqtida men nim bo'lsam bo'lar. Doktor olsam bo'larmi? Advokat olsam bo'larmi? Ya sestra olsam bo'larmi? Yana bir narsa bo'larmi desa, u vaqt yo'l topolmaydi. Xo'sh. Bu to'liq o'ttirib bormaydan bu balniki bo'lmoqchi bo'lgan g'oyasini qanday qilish kerakligini, bu balni qanday qilgancha o'zining millatiga his qo'sha oladiganligini buni singdirish lozim. Shunga bu ota-onalik majburiyatlari qisqa muddatlik bilan, o'rta muddatlik bilan, uzun muddatlik bilan tuzishga muhtoj. Xo'sh. Yo'q, balani men cho'ng qildim, maktabga berdim, men ishim tugadi, qo'sqin baqsam deyamdi. Qisqa muddatlik bilan. Masalan, eng oddiy. Bal namoz o'qimaydi. 15 yoshga kirdi. Yo'q, 10 yoshdan oshdi. Buni bir 2 oy ichida, 3 oy ichida bir 5 surni buni yodildi. Bu namoz o'qiydigan yer ekli. Bu bir plan. Bal namoz o'qiydi, ammo tamoq chekadigan bir qo'yni sindirib oldi. Buni bir 2-3 oy ichida bu odatdan o'zliksiz buniki bunun ko'ngil bo'lish, ahamiyat berish, o'tlagan, qo'pgan, aralashgan hammani tekshirish, bo'ldigan, bo'lmaydigan ayirish orqali bu odatdan chekindirish. Bola u tarafdan yaxshi, bu tarafdan yaxshi. Matematikasi yaxshi, uyg'urchasi yaxshi, turkchasi yaxshi masalan, Qur'onni o'qishi yaxshi. Lekin ingliz tilini bilmaydi. Bir yil ichida o'rta muddatli plan bo'yicha masalan, bir yil ichida buni savodini chiqarish. Bir yil ichida bilgisayar savodini chiqarish masalan. Demak, bu shunga o'xshab bir qadamma-qadam, bosqichma-bosqich bu bolalarni saviyasini olg'a ilgirtib menish lozim.
Yaqin maktabga olib bergandan maktabda boshlang'ichdan tortib ta oliy maktab tutkichi shu uyda tashlab qo'ysa, maktab 50% kuch berdi. 50% ma'lumot berdi, 50% bilim berdi. Qolgan bilim nereden kelsa o'quvchiniki tirishchanligidan, ota-onasining haydakchilik ko'ngil bo'lishidan keldi. Buni sirtdan oladi. Masalan, aqida ruhi. Bunu ustozdan, olimdan oladi. Maktabdan erishadi yoki erishmaydi. Maktabdan hattoki ilohiyat fakultetida o'qiydigan bir o'quvchi bo'lsa-mi, islom tarbiyasi, qalbni poklash tarbiyasi ega bo'ldim bo'lmadim. Ba'zi o'quvchilar bor, shu fakultet tutkazsa-mi, xuddi o'dak suv kirib sujuqman chiqayotganda qalbi xarob chiqadigan o'quvchilar yo'q emasmi? Bu tarbiya bilan kelgan narsa. Kitobni o'qish bilan, kitob tugutish, imtihon berish bilan kelmaydi. Bu ustoz bilan shogird orasidagi zanjirsimon munosabat bilan kelgan bir tarbiya. Bu tarbiyaning eng besh shunga deymizki, ota-onaningki aqida singdirish, kimlik ro'yini singdirish, qalbini poklash sohasidagi roli ustozning bir oz ekan to'xtalimi, ustoznikidan, o'qituvchinikidan, olimning rolidan qarashmaydi. Xo'sh. Demak, gapimizni xulosalagan vaqtimizda bu yaxshi ota-onalik haqiqatan ulug' bir sarmoya. Taqdirlashga tegishli isil bir xislat. Nima uchun buni sarmoya deb atasa, ota-ona bo'lgan bilan yaxshi ota-ona qilish bu oson emas. Shuning uchun sarmoya deymiz. Xo'sh. Ota-ona yaxshi bo'lgan vaqtida bolasi uning yaxshi bo'lishiga cho'qim qadam bosildi. Ota-onalik isil bir xislat. Chunki bolalarningki iymoni tarafi, axloqiy tarafi, ilmiy sapasi, fikriy tarafi, ijtimoiy, psixika va badaniy tarafdan o'sib yetishligi eng muhim ochqich nadasi ota-onalikdir. Bolalarning Qur'on savoni chiqish ba'zan qaqshaydi. İstanbulda qaqshaydi ba'zan. Masalan, nima uchun qaqshaysiz? Nima uchun İstanbulga keldingiz? Desa, hijrat qildim. Bu hijrat qilgan odam bolaning Qur'on savoni chiqadi, kuchi yo'q bo'lsa, nima hijrat qildingiz? Qanday hijrat? Bu hijrat qilgan bo'lsa, hijratdan tushunib qolman. Bu Allohning rozisi qilgan odam bir ish kuch bari bolasiga bir Qur'onning o'g'taligida savol chiqarib kuchga ega bo'lman. Hech bo'lmasa biror ish bari bir namozini joyida o'qiyanligida bu xil alohidlikka, bu xil sifatga ega bo'lman. Muhim ochqish bu. Agar ota-onada bu bolaga aqida so'ngdugidek ruh bo'lmasa, nima ish bo'lmasa desak, bu otani ya o'qimaydi, birisida ya kitob o'qimaydi. Unda bo'lgandan keyin aqida so'ngdirolmaydi. Sağlam axloq ruhini beralam desa, o'zida bo'lsa, izdansiz beraladi, izdanmiz berolmaydi. Ma bola xato yo'lga kirib ketyapti, ozg'un yo'lga kirib ketyapti yoki xato fikr kirib olsa, u fikri saqlam bo'lmasa ota-onaga uni berolmaydi. Shunga ota-onalik bu bolalarni aqida jihatini adam qilishda, u bolalarni saqlam yo'lga kirgizishda, axloqini tuzishda, bundan keyin olg'a qarab yuqoriga intilish ruhini shakllantirishda eng muhim rol o'ynaydigan ochqich oila maktabi. Ota-onaning maktabi. Bu yaxshi ota-onalikning mohiyati nima bilan bo'lsa, yaratuvchining haqqini bilishdi. Musulmonlik axloqi bilan yashashdi. Bolalar kulib, deyli, ya ko'ngli suv ichib gullanadigan bir sharoitni yaratib berishdi. İctimai akıfkullar bilan chiqishib yashay oladigan bir hamkorlik ruhini shakllantirishda, keyin jamiyat chiqsin chiqisholmaydigan emas, oiladan tortib chiqish oladigan bir ruhni shakllantirishda, ilm ma'rifatga yo'l ochib berishda va yuqoriga intilgan, yuksak g'oyaga intilgan bir ruhni shakllantirishda namoyon bo'ldi. Mana buni ota-onalikdan taqozosi yoki ota-onalikning mohiyati yoki yaxshi ota-onalikning sifati deyishga bo'ladi. Xo'sh. Ko'pdan-ko'p rahmat, haqiqatan nihoyatda muhim temalarga diqqat tortilam. Bugungi faqat muqaddima, biz majburiyat haqida kelar-qatim to'xtalamiz. To'g'ri. Endi ikkinchi savol o'tishdan burun biz nimaga bunda qarab baqsaq haqiqatan aniq. So'zlarning beshida so'zlab o'tlanmish. Faqatlam uning yemak-ichmak bu narsani tayyorlab beriblam ota-ona bo'g'ilmaydi deb. Hem ota-onaning masalan o'zininki solih taqvodor bo'lishiningmi
agar farzandiga yetarlik darajada ko'ngil bo'lmasa, u farzandim men taqvodor bo'lgandan keyin, solih bo'lgandan keyin, mening farzandim yaxshining bolasi yaxshi bo'ldi, yomonning bolasi yomon bo'lgan bir so'zli bo'ldigan kichik vaqtlarimizda. Ashunda bo'ldi deb qaraydigan bu qarashning butunlay xato ekanligini, shu so'zlarni so'zlayotganda masalan Allohning payg'ambarlarining ichidagi eng Halilulloh bo'lgan shu payg'ambarimizningki balasiga Qur'oni Karim orqali Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim aleyhisselamdaki bir peygamber mi? Men peygamber Allah'a en suyumluk Halilullah bo'lgan bir peygamber deb farzandlarini tashlab qo'ymaganligi, farzandlariga qandoq o'z payg'ambarininki insonda normal tarjimasi qarasa bir payg'ambarning bolalarining mushrik bo'lib ketishi, Allohga sherik keltirishi tasavvur qilinmaydi-da. Shu duosi qarab baqayli Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyyati. Allohga shunda tilovat edam. Hem terbiye qildi farzandlarga, hem meni va farzandimni namozni mukammal shaklda ado qildiganlardan qilgin deb duo qildi. Va nurg'un Qur'oni Karimda masalan Luqman alayhisolamning bolalarga qilgan tarbiyasi, payg'ambarlarningki shu qissalar orqali Alloh subhanahu va taolo amaliyotda bizga butun ota-onalarga qandoq yo'l elib berish kerakligini farzandlarni tarbiyalashda nihoyatda go'zal o'rnaklar bilan, misollar bilan so'zlab berdi. Yuqoridagi so'zlarni texnik ta'kidlash uchun shu layoqatli ota-onaning o'lchami haqida bir ishga misol keltirib o'tgan bo'lsak. Ota-onalar bolalarning shaxsiyatini yetildirishda, bolalarning xato yo'lga kirib qolmay bir to'g'ri yo'lda davomlashtirishda va bolalarningki millatiga, ummatiga, insoniyatga bir foydali, yaramli bir odam bo'lib chiqish uchun ilm, ma'rifatga otilinishda yoki otlantirishda mahoratga, ixtiroga ega bo'lish lozim. Xo'sh. Nima uchun bu yerda bu 3 turlik masalada layoqat lozim. Bolaning shaxsiyatini yetildirish. Hamma tarafdan. Bolaning xato yo'lga kirib qolmay to'g'ri yo'lga yuzlantirishdir. Aning kendi bir yaramli odam bo'lish uchun buni ilm, ma'rifat yuzlantirishdir. Buni bir mahorat lozim. Nima uchun bundan ba'zi ota-onalar bolasini azroqlam bir savodini chiqarib ikki tarafdan ham tijorat qilsin bolam deb o'qiyotgan, yaxshi o'qiyotgan bolani maktabga chiqarib oldigan ahvol. Hatto ba'zilar borki, hali kallasi ochiq deb qaraganlarmi, bu o'qigan bolalar, o'qigan o'quvchilar bu to'y qilib qas o'zining turmushini qanday bu baqidi, bu qizimni bunga berib qo'ysam, bu ato'gan menam yukishib qolmamdi deydigan bu ota-ona yo'q emas. Yaxshi o'qiyotgan bir bola. Bu o'qish kim uchun o'qiydi? Birinchi o'zi uchun o'qiydi. Ota-onasi uchun o'qiydi, millat uchun o'qiydi, ummat uchun o'qiydi. Bu millatning g'amini ko'tiraman deb o'qiyotgan bir o'quvchining hali bir az to'ban bo'lgan bo'lsa, ahvol yaxshi bo'lgan bir odam qizini changallab berib, "Balamni o'qisin, mush yo'l o'qil, men dastak beray. Men qiladigan xizmat sizlar qilinglar" deydigan yer. Agar millatni qutqizimiz deydigan bir ong shakllangan bo'lsa. Bu ayrim bir mahorat kedi. Bir odamning o'zidan yaxshilik qilib yetmaydi. O'zi o'qitmaydi bolasini, boshqa birisi o'qitgan bo'lsa, uning yor yo'lak bo'lash, uning madad berish, uningga iqtisodiy jihatdan uni qo'llash tarafidan sirt bu qanday janini baqildi. Agar mushkil ong bu millat mavjud bo'ldi ekan, ustunlikni egallab ketadi ekan, boylarimiz piqsig'ili qilib ya o'zining bolasini o'qitmay, ammo tijorat qilib olsa, o'g'illarga bir 2dan o'qitib o'nan kelimiz ko'tarmasa chiqimini, bu millatningki qutulishidan so'z ochqani bo'lmaydi. Bu millatning qutulish yo'li ilm, ma'rifat bilan bo'l, sog'lom ong bilan bo'l, go'zal axloq bilan, jonliq aqida bilan bo'l. Aqida va axloqmi? İlim ma'rifat qil, o'sib ketgan. Sabab natija qonuni bo'yicha ilm ma'rifat lozim. Ya'ni bu deganlik ota-ona mahorat bo'lish lozim deganlik, ota-ona har qanday ota-ona bolalarini tarbiyalash xizmatida bevosita qatnashish lozim. Har qanday ota-ona bolalarini kuchining yetishicha, aqli iqtidorininki sapasining yetishicha bevosita buni qatnashish lozim. Bolalarga sağlam aqida, güzel axloq singdirish kuch chiqarish lozim. Bolalarning ideya jihatdan ozg'un xato aqimlarga, xato fikrlar kirib qolmasa, to'g'ri yo'l yuzlantirish kuch chiqarish lozim va bolalarni davrning taqozzosiga moslashib bolalarni tarbiyalashda harakat qilish lozim. Bu oxirgi bir sifatdan davrga moslashibdir. Bugun kunlarda biz yashayotgan davr ilgirki davrga o'xshamaydi. Jiq farqlanib ketdi.
Bizning kallamizda 10 yil ilgari, hatto 20 yil ilgari o'rnab qolgan ba'zi fikrlar bilan bolalarni bugun tarbiyalaymiz, uni moslashmaydi. Ya'ni prinsipal masalada o'zgarmaydi. Xo'sh. Musulmonlikda, e'tiqod masalasida u yerda o'zgarmaydi. Ammo o'zgarishchan masalalar. Xo'sh. Bu davr taqozo qilayotgan. Masalan, bugun kunlikda bir o'quvchini deylik, masalan, mush mediachilikda, tashviqotchilikda, Photoshop bilimlarini o'rganishda deylik. Yoki mush kamerachilikda kasbiylashtirish. Ba'zilar deydiki, buning nima foydasi bor bu ishdan deyish mumkin. Ammo bugun millat muhtoj bo'layotgan eng muhim sahaning birisi bu sahaning birisi. Bugungi bo'layotgan kurash maydonining birisi nima bilan bo'ladi? Tashviqot bilan bo'ladi. Bir qismi istixborot bilan bo'ladi, bugungi bir qismi nima bilan bo'ladi-da? Masalan, oddiy bir misol aytib bersak, korona. Bugun o tartoks dunyodan tugmadi. Lekin uningki ta'siri tugdi. Ya'ni bu tashviqotlik ta'siri tugdi. Shu hech kim uni parvo qilmaydigan bo'lib qoldi. Agar tashviqot, ya'ni korona kelibdi, ya'ni atogani qo'zg'algan deb, mush kamera to'xtamay so'zlasang, qana kishilarning ahvoli o'zgardi. Demak, bu yer davr o'zgardi. Biz prinsipda o'zgarmaymiz, aqidamizda, axloqimiz o'zgarmaymiz, ammo tarbiyalash vositalarida bu yerda o'zgarish paydo qilishimiz lozim. Zamon bilan moslashib harakat qilishimiz lozim. Mesela burun o'xshash, bulan puchqaq kirib oliblar. O'qishning hojati yo'q. Bulan o'xshash ashu, mesela ba'zilar bor bugun kunlarda. Men keyin to'xtalib bu vaqtda biz Pokistondagi ma'rif sistemasini o'qitishimiz lozim deydigan. Pokistonning ma'rif sistemasi nada, boshqa dunyoning ma'rif sistemasidan bugun. Bir misol. Yo'q, bu fanniy tarafini qo'yib turaylik, diniy tarafga qarab boqaylik. Diniy tarafdagi Pokistonningki ma'rif sistemasi bilan o'qib chiqqan bolalar bugun bu millat nimaga yaraydi? Nimaga kakildi? Yana ba'zanlar var, bizdeki veterinar seviyesi konu metodunu o'zi men ayırım to'xtalmay, bir qisqa bir shaklda deb o'tib ketay. Ağaçtığında o'qitmasak bu adam bo'lmaydi. Voy ağaç kallı bilan qarang'i uyda o'qigan, bulun puchqaqda o'qigan, materialdan xoli, ustozdan xoli, mujtahidlardan xoli fikrlar bilan yetishib chiqqan qatmal fikrdagi ba'zi hisob qilmagancha. Shu metod bilan o'qib chiqqan bolalar nimaga yarab bugun kunlikda? Biz ma'rif sistemimiz keyin to'xtalaydi o'tib ketmas uchun biz ma'rif kibimiz kerak. Demek bir yerde bu devrige moslashib bu tarbiya olib berish lozim. O'xshamaydi. Bo'libma 20 yilning jarayoni, 20 yil mobayn yuz bergan bu o'zgarishlar boshqa bir holatni shakllantirdi. Her bir oilaga avlodlarni buzadigan omillar biz xohlamay kirib ketdi. Buni hech kim yo'q deyolmaydi. Ko'plagan sondagi insonlarning televizori bor. Hammasiniki demaydi masalan. Balki hammasiniki deb. Hammasiniki degdak bilgisayar bor. Bilgisayar olmasa hammasiniki oliy darajali telefon bor. Buni qanday ishlatish, qanday ishlatmaslik, buni qanday foydalanish, bolalarga ish bergan vaqtida nani kontrol qilmas, buni bilmay qolib qolsa, bolalarni buzishga maydon hozirlab berdi degan gap. Burun bolalar uydan chiqib bir cho'glab kelgan bo'lsa, nega boradi? Kart o'ynab kelib o'g'itdi. Yoki olmagan bo'lsa, bijan cho'glab keladi. Bugun kunlikda uyda o'tirib, butun balay musibat, butun xafalar, butun fitna hammasini ko'ra oladigan, hammasi shohid bo'la oladigan, hammasi imzo ata oladigan bir davr yashayapmiz. Shu bu yerda biz butun bundan cheklab, ya telefon olib bermayman bolamga, uyga televizor aytmayman deb uni qiyg'ini bo'lmaydi. Uni qilolmaydi. Bilgisayar aytmayman deb. Chunki ingliz tili o'rganish uchun, muhandis, injener bo'lish uchun, doktor bo'lish uchun, yoki yana biznes o'rganish uchun o'quvchilarga nimaga ehtiyoji bor? Bilgisayarga ehtiyoji bor mesela. Yana birisininki topshiriq ishlayman dedi, yana biznes uchun bir topshiriq telefondagi biznesiga ehtiyoji bor mesela. Normal shaklda bir telefon. Majbur. Unda o'qigan vaqtida bu imkoniyatni joyida foydalanib, buningga salbiy ta'sir ko'rsatgan narsa yugullash orqali buni hal qila olamiz. Yo'q, bugun maktabga borsam, hatto ba'zilar borki, bu bolalarning kallasini bir qanday qilib qo'ydi deydi. Maktabni bugun sizni bir qanday qilib qo'ydigan yer emas, masalan, Istanbul misolga olsak bugun kunlikda. Xo'sh. Ma'rif sistemasi biz yashayotgan bu muhitda davrda masala yo'q. Ammo ota-onaninki o'ziga bo'lgan ishonchi yo'q. Men bolamni aqid jihatdan tartib sola olaman, axloqiy jihat tartib sola olaman, fikriy jihatdan to'g'ri yo'l yuzlandira olaman degan ishonchi yo'q. Xo'sh.
Ama afsuslanlıq bəzi tərəflər var ki, bəzənlər balların məktəb bərəməsi təşəbbüs qıldı, amma özünün balısını şəxsi məktəbdə, pullıq məktəbdə, noç məktəbdə oxudu. Bu əcib əhvallar var. Biz bu ma'rif sahəsi gələn çağda ayrım toxtunuz. Ma timidən ayrım bir tim boğaşqa. Demək, gibimiz qaysa bu zaman özgərdi. Şərait özgərdi. Bu ballarını azdırdıqan amillər olub getdi. Şuna bugün küllikdə ata-analar ballarını doğru yol, dürüst mansın deyilən olub qalsa, ballarının zamanında yaşaş lazım. Ballarının şəraitini itibar qilish lazım. Yani ballarının zamanında yaşaş degene, ballar nima qilsin qo'yib bersin deganlik emas. Yani bugünkü biz yaşayotgan bu davrdan qochqin bo'lmaganlik uchun, bu sharoitdan chekinib kahbiga, taqqa, baqqa, bukuvag'ini bo'lmaganlik uchun, bu sharoitni reallikni qabul qilib, buning to'g'risi bilan xatosini ayirib, to'g'risini echpirish balığı yo'l qo'yish, xatosini tuzib menish. Bu ishni qilish lazım. Hem davrniki ilg'or texnikalardan, ilm ma'rifatlardan, ballarni qanday qilgancha tez vaqt yetishligini oldigan boshqalarniki ilg'or tajribalardan foydalanishga muhtoj. Shunga bu yuqori nuqtalardan ota-onalarda muhim bo'lgan ichki sifatning topilish intayin. Bu ichki sifatning birisi shaxsiyat kuchli bo'lish ota-onaning, ikkinchi birisi ilm ma'rifatli bo'lish. Birinchi sifati ota-onaniki layoqatli ota-onaning shaxsiyat kuchli bo'lishi. Zirek bo'lish. Agar ota-ona shaxsiyat kuchli bo'lsa, ya'ni shaxsiyat kuchli demak o'ziga ishonchi bor. Bir ishni vujud chiqara oladiganligiga ishonchi bor. Zirek bo'lsa, ongliq bo'lsa, safoliq bo'lsa, bu ota-onaning xislat ballarga hikmat bilan joyida muomala qilish salohiyatini ya fursatini yaratib beradi. Xo'sh. O'ziga ishonchi bo'lgan ota-ona, zirek bo'lgan ota-ona ballarga hikmat bilan muomala qilish fursatiga erishadi. Agar o adamning 5, 6, hatta 10 balasi bo'lganmiz, har birisining ehtiyoji qarta, qaysi doğru lazım, qaysining qanday illati bor, qaysining qanday arzusi buni bilib turib, shuning qarta chora tadbir qo'llanadi. Masalan, bir balasi namozga sus qaradi. Buni bu tarafdan hal qil. Bir balasi namozni o'qiydi, dars kelgan chaqda o'rin. Uni u tarafdan hal qil. Yana bir balasi yolg'on gap qil, uni u tarafdan hal qil. Demak, bu yerda ota-onaning shaxsiy kuchli bo'lib qolsa, hamma bolaga o'xshash to'g'ri bermaydi. Her bir balınınki illeti, her bir balının kesili, her bir balınınki nuqsat tarafını tutup durup şu yerde davalayalıydı. Şuna bu şahsiyeti güçlük olan, anlık olan ata-analar balalarning talaplarini hammasi ma'qul demaydi. Xo'sh. Ba'zi ata-analar var, balam xo'sh bo'lsin deb nima dis qilib beradigan. Bu ko'rinishda yaxshi bir ishda ko'rin. Ammo balani buzadigan omildan birisi. Biz deymizki mesela bir bala değil, başlangıçta yaxshi bir natijadan tugatdi. Başlangıç tutib olsun, kichik, onun bir ish ketmaydi değil. To'liqsiz mesela. Yaxshi bir natijadan tutkazdi. Necha yosh tutkazdi? Normalda 14 atrofida. Bu balaga mukofotlash uchun iPhone telefonni bir hadiya qilsak. Xursand bo'lib ketib hadiya balam yaxshi tutkazdi. Biz yaxshi niyatlar qildik, ammo bala uni nimaga ishlatdi? iPhone'da bor ortiqchilik xususiyatlar foydalanish iqtidori egami ega. Mutlaq ko'p qismi ega emas o'quvchilarniki. O'ynaydi. Qo'liga chiqqandan keyin maktab qo'ysin, bag'ich kagish o'qib qolsin, uyda o'tdan qo'pqan yerda bulang'i chiravlib, ota-onasi bilan paranglashmaydigan yavoyi bir insonga aylanib nimaga aylan. Ammo ota-onasining niyati unda emas. Balam bu telefonni biz bilan ko'rishadigan yoki normal ishga ishlatib, taxim yaxshi o'qisin dedi, ammo ilg'or vosita balaning qo'li tushgan vaqtida yaxshi o'qiydigan yerdan uni keyin chekindi. Aralashmaydigan odamlar aralashtirdi, tanishmaydigan nachar do'stlar bilan tanishtirdi. Biz bağımız oldu, falan ko'rishimiz oldu desek, onunla sharoitni hazırlab berdi. WhatsApp'ta numara bilgan bilan uni bilmaydigan masalan Facebook deymiz, Instagram deymiz, yana bir şey deymiz, bütün nurg'un narsalar. Numar ketmaydigan. Biz ehtiyot qilib kontrol qilgan doiraning hammasini mana men deb eshitmadim. Demak, bu yerda bu shaxsiyat kuchli bo'lgan, zirak bo'lgan otaning balaning talabini hammasi ma'qul. To'g'ri bo'lsa, bola shuni ehtiyojli qo'yib qolsa ma'qul. Yani anlık bo'lgan ota-ona balalar ma'lum bir saviyaga yetguncha ilg'or darajada texnikalik telefonni olib berishning o'zi bir xato ekanligini his qiladi. Chunki balaning uning ehtiyoji va emniyat ehtiyoji yo'q. Agar nayt gap qilsa o'z ko'rib turadigan, o'z ehtiyoji bo'lgan yoki masalan
ingliz tilida bilim qiladigan bo'lsa, yo kod yasash o'rganadigan bo'lsa, yoki Photoshop o'rganadigan bo'lsa, yoki modeliy narsalar unutib qoldim. Film deganga o'xshash montaj qilish masalan. Bu narsa o'rganadigan bo'lsa, ko'zi ko'rinib turgan bilgisayar bilan uni hojatni qondirib kontrol qil. Xalqqa vaqtida ochib, xalqqa vaqt taqiyali. Ammo telefonni yanch qilib bergan chog'da darsga bo'ladimi, bog'chiga bo'ladimi, daryo bo'yiga bo'ladimi, uni qilinmaydi. Xo'sh. Enin kaytda bu ziraglik shaxsiyat kuchli qo'ygan ota-ona bolaning ko'rsatgan bolaning hammasi mutlaq ma'qul deb olmaydi, ishlayvermaydi. Darsga bo'ladimiz bordi. Rost bordim, bormi deb tekshirib boqdi. Hatto bir vaqtda 15 kun qatib maktab mudiri bilan maktab o'qituvchilar balam kelyapti, kelmayapti, darsda chiginish bormi, yaxshi ketib boramdi. Bu sinf nimasi bor? Rahbar deydigan. Ba'zi maktablar ko'ngil bo'ldi, ba'zisi biroz pasif bo'lishi mumkin. Maktabning aloq qarta surishtirdim. Hech bo'lmasa bu kallasi bir az ishlaydigan ota-ona bo'lib qolsa, balasining telefonini tutqazgan vaqtida balasining telefoniga sistema o'rinlashtirdi. Balam qaysi ko'chaga bordi, nimaligi bordi, ko'rinib turgan. Darhol maktab borgan bo'lmaganligini, dars qatnashmaganligini har kunlik surishtiradi. Demak bu ota-onaniki zirakligi, shaxsiyati nurg'un masalalarni hal qiladi. Xo'sh. Gapimiz chiqqan vaqtida bu ota-onaning shaxsiyatining kuchli bo'lishi yana bir tarafdan qaragan vaqtida bu ovozini yuqori ko'tarish taqozo qilmaydi. Bolani qo'rqitishni taqozo qilmaydi. Yoki bolaga ishonmay ensirashni taqozo qilmaydi. Ba'zi bir ota-onalar borki, davomli bolasiga vaqiraydigan, bolasini qo'rqitib turadigan, bolasi dadasi bilan fikrlashamaydigan, suhbatlashamaydigan yoki qarasa bolam mendan qo'rqaydi dedi. Buni o'zining shaxsiyatining kuchlilik deb ataydi, amaliyotda ojizlik nuqsi. Chunki bolasida ko'ngilda banasini to'kanmaydigan bir yerga o'zi aytib qo'ydi. Vaqirishi orqali, munosabatsiz xavf bo'lish orqali, qo'l tekkizish orqali, qattiq qo'llik qilish orqali deganga o'xshash. Demak, bu shaxsiyatning kuchli bo'lishi balasiga davomli ko'ngil bo'lishni, davomli ega chiqishni, balasiga davomli yaqindan emas, yiroqdan kuzatib turib, balam to'g'ri men o'tamdi, xato yo'l kirib turibamdi. To'g'ri yo'lda mangan bo'lsa, tashabbus qilish, xato yo'lda mangan bo'lsa, vasitalik yoki vassiz holati chiroyli yo'ldan uni tuzishni taqozo qildi. Masalan, bular bir misol aytsak, payg'ambarimizning bir so'zi bor. 3 odamning duosi ijobat qilindi. Birisi mazlum insonni, ikkinchi birisi musofirni, uchinchi birisi ota-onaninki balasiga qilgan duosi. Ya'ni bir moddiy sabab nuqtasidan balasining to'g'ri yo'lda menishi, xato yo'l kirib qolmaslik uchun butun chorini qo'llanib, shuning bilan birlikda bu ma'naviy sabab bo'lgan duoni har qatim balasining hidoyat tepishi, to'g'ri yo'lda menishi, insofli bo'lish uchun bu duoni qilib turdi. Bu birinchi sifat, bu ota-onaning o'lchamli bo'lishi, ya'ni ota-onaning shaxsiyat kuchli bo'lishi, to'g'ri yo'lda kuchli bo'lishi, ochiqlash, vaqirish bilan emas. Ikkinchi bir sifat ilm ma'rifatli bo'lish va tarbiya tajribasi ega bo'lish. Ota-onada o'lcham bor desa, birisi ilm ma'rifatli bo'lish, yana biri sifat ta'lim tarbiya tajriba ega bo'lish. Ya'ni yaxshi ota-onalik mas'uliyati ota-onaning ilm ma'rifatli bo'lishini, ong saposiniki yuqori bo'lishini, ta'lim tarbiya yo'llarini buni bilishini va davrning ahvolini, sharoit tushunishni taqozo qildi. Xo'sh. Ilm ma'rifatga ega bo'lmasa, ong saposi bo'lmasa, davrni tushunmasa, ta'lim tarbiya yo'lini bilmasa, u vaqtida bu yerda u balaning tarbiyalik layoqat o'lchamiga ega bo'lamiz, yo'q ega bo'lolmaydi. Chunki balalarni tarbiyalash degan bu bir prinsip, balalar prinsip yetishtiradigan gap, qimmat qarash yetishtiradigan gap, kimlik yetishtiradigan gap, vatanparvarlik ruhi, mas'uliyat ruhi, o'zining tarixi, bu yerga nima deb kelib qoldi iborat, bu narsalarning hammasini yetishtiradigan gap. Bu narsani yetishtirish uchun ota-onada oz to'la nima bo'lish lozim? Ilm bo'lish lozim. Ansapa bo'lish lozim. Bolalar bu narsani qanday singdirish, qanday yetib bilish lozim. Masalan, biz milliy kimligimiz qo'yishimiz zarur. Amaliyotimiz zarur. İstanbulda yashayli, Yevropada yashayli, ya'ni bir yerda yashayli, milliy kimligimizni qo'g'dash intayin muhim bizga nisbatan. Endi bolalar maktabga bordik, o'q kelgan chog'da ona tili bilan o'zimizning tili bilan paranglashmasdan maktabda o'rganib kelgan qaysi bir maktab bo'lsin dunyoning yerida shuni bilan qo'lda olishib paranglashga ruxsat qilsak o'yda. Kimligimiz qanday qo'g'daymiz? Bu bolaninki o'qig'ini shu tili bilan tursa, ko'pincha o'qig'ini, topshiriqim shuni bilan tursa, 8 soat boshqa tili bilan maktab biznes o'rgansa, o'q kelgan chog'da shuni bilan paranglashga ruxsat qilsa, bu bola 2-3 yilga bormaydan o'zining ona tilini avtomatik unutib ketadi.
Çünkü paranglışpırga adam yok onun. Hoş. Öyle paranglışay dese biz onun ihtiyacı yok bal. Balam düşünelim ben senin tilan olan dep biz paranglışpırımız ameliyatı balını kimligini biz özümüz halap halıma yoktu biz Uygurluğuna kömbetimiz degan. Demek bir yerde ballarni tarbiyalash, bu ballarni bu narsalarni so'ndirish yuqorida. Bir üç mesele var. Zincirsiz bo'lmagan. Birinchisi ballarga qimmat qarash, prinsip, kimlik, vatanparvarlik va uningdan boshqa omillarni so'ndirish. Ikkinchi birisi ballarning xato yo'l kirib qolishining oldini olish. Uchinchi birisi ballar xato yo'l kirib qolgan bo'lsa, uni qanday qilib qaytarib ekilish. Mush uch narsa ustida ta'lim tarbiya shakllandi. Üç narsa tanımlamış lazım. Biz dastlab aqida o'rgatmoqchi bunga. Axloq o'rgatmoqchi, kimlik o'rgatmoqchi, millatparvarlikni o'rgatmoqchi, ona tilini o'rgatmoqchi deydi. Bu dastlabki bosqich. Birinchi bosqich. Ama buni mushni menish jarayonida bu balani bangolab qoladimi? Yoki ba'zanlar da'vatqandek bir xato chekimlik kirib qoladimi? Yoki islom dini harom qilgan zina fahish yo'llarga yoki bu muhitdan ta'sirlanib oshiqim deb günah yo'li kirib qoladimi? Bulardan qanday himoya qilish? Ikkinchi bosqich. Uchinchi bosqich kirib qoldi. Buni qanday tatib etishimiz, qanday isloh qilib, qanday tuzimiz bu uch narsa tang zanjirsi bilan menish lozim. Bu ta'lim tarbiyaniki yo'li. Har ehtimolda bormi desa, har ehtimolda bor. Shu bolalarni tarbiyalashda yetarli ma'lumot ega bo'lish lozim. Ya'ni qanday qilgan chog'da. Masalan, boshlang'ich saviyasi bola. Bunaqa maktabdan darslarni qadam-qadam yavash-yavash bergan. Elibbadan o'qitib A harfidan tatib, resim suzg'izib, cho'chak aytqizib, uni buni qilib. Evet. Biz bu qanchalik saviyada bir dars beramiz. Bolamiz to'liqsiz saviyaga kelgan chog'da. Uning bir boshlang'ich saviyasida masalan biz Qur'on savodidan chiqardik deyli. 5-sinf, 4-sinf chiqqan vaqtida. Uyg'ur tilidagi bir harfini o'rgandik deydi. Uyda o'qigandan keyin his-qiyiqni bo'ldi. 4 yosh vaqtlarida. To'liqsiz vaqtda bir ish kipara Qur'on yozildi. Maktabda o'qisan, bir ish kipara. Uyg'ur tilini davomli holatda madaniyatimizni, kimligimizni tonish uchun davomli uyda vazifa beraylik. 5 betdan kunlik o'qisin, 10 betdan o'qisin ish. Nimaga chiqdi? To'liq o'tirish. U vaqtda qari qila oladigan bo'lsak, basaylik. Balninki ziragligi shuni ko'taradigan bo'lsa, biroz kechiktirish orqali. Yoki o'zimiz ma'lum bir narsa o'rgatmoqchi bo'lgan bo'lsak, uni yo'q salaylik. Demak, shunga o'xshash bir yerda ma'lumot ega bo'lish lozim. Biz boshlang'ich saviyadan eg'inas atib qo'ysak u. Bir qochqancha qochamiz qochadigan bo'lib qoldi. Demak, bolaninki sharoitiga, bolaninki aqliy iqtidoriga, bolaninki holatiga qarab turib bu yo'lni uningga tanlash lozim. Ikkinchi birisi tarbiya yo'li tadrijiy usul qo'llanish lozim. Biroqlam zodi xohlamasam deb qilgan bilan u ish natija bermaydi. Uchinchi bir sifat yumshoq usul qo'llanish, chiroyli usul qo'llanish. Ta'lim tarbiyada qattiq usul qo'llanish, qo'pollik qilish, urush, haqoratlash bu unum bermaydi. Salbiy ta'sir. O'qituvchidan o'rnak ololmaydi. O'qishunda qilgan o'qituvchi, qarisi olsin, mullasi olsin, yoyizi yana bishmisi bo'lib qolsin, u bolaga o'rnak bo'lolmaydi. Ko'z qochadigan bo'ldi. Uning ishini og'ziga ilishdan yukadigan bo'ldi. Uni o'ziga bir o'rnak deyishda xijil bo'lgan bo'lib qoldi. Ma'lumot berdi, ammo o'rnak berolmadi. Bu xatarli bir odat. Bu dastlabki ogohlanib o'rnak bo'lanmaslik xatarli bir. Aninkanda bolalar bilan suhbatlashish, bolalarning ota-onalar, bolalarning fikrini anglash iqtidori yetishtirasiz. O'zi ham gap qilsa, onasi gap qilsa, ammo bolani gap qilgan qo'ymaydigan. Bolaning gapini tashlash xohlamaydigan bir holatmi? Ba'zilar yo'q emas. Mening deganim to'g'ri, sening deganing xato o'tirash shunday. Balkim uning bir sababi bordir. Balkim ko'rsatilgan bir dalili bordir. Balkim biz bilmaydigan bir tarafi bordir. Biz o balani to'xtamay gap qilishdan to'ssak, fikrni bayon qilish imkoniyat bermasak, uning qilayotgan ishi to'g'rimi, xatomi? Mang'ayotgan yo'li to'g'ri yo'lmi, xato? Uni qanday bilamiz? Uni qalbini etishib biz do'st bo'lmasak bolamiz bilan, bir yerga birga o'ynab kelmasak, ancha-muncha ayrim holatda qiz olsin, o'g'il olsin, ancha mehmon qilib, uni qalbini ufitib, o'zimiz og'ayni qilolmasak, sirtqi og'ayni ishtirib qo'ysak, o'ynasang talada o'ynab cheli. Bola qanday boshqa o'g'il bo'ldi? Bu bola bilan suhbatlashish, bolaning fikrini olish, paranglashish sharoitini yaratish bu tarbiyada intayin muhim bir bosqich. Shuna bilan birlikda bolalar tarbiyasi vaqirash, tillash, haqoratlash, masxara qilish, to'xtamay boshqalar bilan selishtirish, falonning biz mandaq numar olibdi, mandaq o'qib ketdi, sen abganing holi xarob degan qo'shish.
to'xtamay nim qilish, tahdissalash, urush bu xato ekanligini ota-ona bilish lozim. Demak, bu palani bols bek o'qibdi, sen o'qimadan degani, men ota-ona bo'lishibdim bilan balamning oshincholar tirishib shu natijaga yetishga men yarmidim degan gap. Yoki oyda bir sharoitni men hozirlab bermadim degan gap. Masalan, maktab berish kilish nisbati uyga kelgan chaqda ma ishni qilib bersa, meni beshimni og'ritmay telefon o'ynag'ina, televizorda qo'chaq ko'rgina, men palani berib o'ynab kelgina deb ota-onasi uning topshiriqini ishlash bermasa, bilmagan yerda deb bermasa, yoki palani kitob lozim desa, adashlarni to'xtamay minglab mehmon qilishga rozi, balasiga 1000 TL'lik kitob olib berish qani og'irsa. O bola nim bilan o'ynaydi? Sirtdan adash izlaydi. Sirtdan do'st izlaydi. O'yinga adashdan ko'pinchisi dars yaxshi bo'lamdi. Yaxshi bo'lmaydi. Demak, bu ota-onaninki pasifligi, ota-onaning abgaligi balasinki abga bo'lishiga, numara ololmasligiga sabab. U vaqtda ota-onasi qarshi "Palonning balasi manda ekan, sen manda olding." Onun yolu balaga bir ishonch berish lozim. Dastlab to'g'ri yo'l yuzlandirish lozim. Balam Alloh taolo har bir odamga o'xshash aql berdi. Sen mi tirishsang, onangdan eshib ketsan. O'zingga ishon. Senda bor imkoniyat uningdan chiqib ketib ketmaydi. Demak, bu qiziqtirish yo'li bilan, tashabbus qilish yo'li bilan bu ishni hal qilgan. U vaqtda balaning psixikasini buzmaydigan. Demak, gapimiz xulosalgan vaqtimizda bu layoqat masalasida bu ota-onalik mas'uliyat. Yani tushuncha masalasi. Qanday tushuncha degan vaqtda bunun tushunchasi tarbiya yo'lini bilish va bolaninki ahvoliga qarab tatbiqlash. Bunun vazifasi ota-onalik tarbiyasi yaramli bir inson yetishtirish. Bunun yo'li nima? Yo'li qanday bo'ldisa, bolalarniki bu dunyolikda va u dunyolikda bir natija qozonish uchun butun kuchini sarf qilish. Bu ota-onalik o'lchimida iborat. Xo'sh, xo'sh. Bunun boshqa bo'lmovchi sifatlari bor. Biz bu vaqtda yana keyin to'xtalamiz. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Vaqt to'shqan bo'lsa, biroz kechiktirib nim qilsak bo'ldi, yana bir davom qilamiz. Kelar qatimda balkim buning nimizda. Bu yerda bu nimani ilgari deb, yuqorgi ba'zi bir temalar to'xtaldik. Ota-ona bolalarga uni qilish lozim, aqida ro'yini singdirish lozim, axloq berish lozim, ibodat o'rgatish lozim, kimlik, vatanparvarlik. Albatta, ota-onada bu salohiyat bo'lmasa-chi. Aqidani bilmasiz-chi. Faqidu şeyla yaqtihin. Mesela ibadatni o'z joyida qilamiz-chi. Bir ishga borib quradi bilmasiz-chi. Islomni tushunamiz, balasi qanday bir. Shunga ota-onalarga tavsiyam, bu har qanday bir ota-ona mas qildigan, avomning narsa hammasiga uyg'un keldigan, to'liq o'ttiradan tortib yuksak saviyadagi o'quvchilarga bir islomning aqidasini tushunib baqish, ibodat bilish, axloqini bilish, islomning ijtimoiy nazariyasi bilish haqida yozilgan yaxshi kitobning birisi. Har bir ota-onaniki buni o'qishini tavsiya qilaman bu sohada. Xo'sh, xo'sh. Hakikaten yani bütün kitapxonlarda bor qadrli ko'rmalarimiz shu ota-onalar. Albatta ba'zi nurg'un ota-onalarningki har xil shu bo'lib muajiratda hamda ko'pinchisi yuqori saviyada o'qolmasligi mumkin. Shu bolani boqaman, oilamni boqaman deb. Shunda bo'lsa-mu bilganimda hammasi shunda bir o'qish sharoitiga erishamagan bo'lsa-mu, ammo bu hargiz ota-onaning ustidagi farzandlarni yaxshi tarbiyalash mecburiyetini, mesuliyetini tushirib o'tamaydi, uning gadindan saqit qilib o'tamaydi hamda. Alloh bergan ekan bu farzandni qandoq yo'ldan bo'lsin, bugünkidek bir sharoitda mayli qaysi sharoitda yashayotgan inson bo'lishdan qat'iy nazar nurg'un olimlarimizningki nurg'un suhbatlar va farzandni qanday tarbiyalash masalasida xilma-xil tarbiya, xarakterlik so'zlar, darslar va kitob va o'qib o'zimizni bir shaklda yetishtirishimiz va shunga ko'ra farzandlarimizni tarbiyalashimiz kerak albatta. Vaqtimiz to'shib qoldi hozir. Yana bir savolim bor. Uni 2 soatga qoldiramdik yoki ota-onaning mas'uliyati. Vaqt to'shgan bo'lsa 2 soat qolsak bo'ldi. Shundan so'zlab bo'lgan shu qolsa so'zlab. Men qisqaram, nima qildim agar vaqtda. Ota-onaning mas'uliyati. Albatta yuqorida so'zlaganlarning hammasi sizlar o'xshash vaqtda masalani so'zlab, uning chorasini so'zlab o'tdilar. Amaliyotda mas'uliyatimiz nurg'un tilga aylandi mencha, lekin qisqa so'zlabsizlar ota-onaning mas'uliyatini tugasa. Bu payg'ambarimizning bir hadisida buni eslasam ko'rilmanlar tushunadi deb qarayman. Payg'ambarimiz shunday dedi. Bir odamning o'zining beqishi, igi chiqishi yoki igi bo'lishi keraklik bo'lgan insonlarni yoki avlodlarni zoya qiluvchi gunohjat yetarli. Ya'ni biz buni oila tatbiq qilsak, ota-ona bolalardan mas'ul. Bolalarga igi chiqishdan mas'ul. Demak, bu yerda ota-ona o'zining bolalarga igi chiqmasa, kari bo'lmasa,
Başka günah izlep o'ttamizmi? Günah cihat yeterli. Balı tap qo'yganning ichib tugdaymi? Balını tapgan bo'lsang, oxir ega bo'lsin. Ba'zan aytadi, balını qo'zg'atib vaqtim ochib qo'ymadim deydi. Sen jismiga ega bo'lding. Kiyim yapadim, ilg'or markalar uni bunday. Yani jismiga ega bo'lding. Ammo balının aqli bor. Balının aqli bulg'angan bo'lsa, xato fikrlar kirib qolgan bo'lsa, buning kimmi ega? Ota-onasi ega. Balının ruhi quruq bo'lsa, balının ruhi Robbini tonimaydigan bir abga holat kelib qolgan bo'lsa, buning kim mas'ul? Ota-onasi mas'ul. Nemishqa balının jisman ko'ngil bo'lgandek. Balının jisman qanchalik hajlaymiz, hajlab tur. Ammo balının aqlini yetildirish uchun, ilm ma'rifat o'rganish uchun, balının ruhi dunyosini paklab, qalbini saqlashtirish uchun bu yerga kelgancha mablag' chiqarolmaydi. Bu yerga kelgancha dasmi saqlanolmaydi. Bu mas'uliyatsizlik emasmi? Bu yerda balınki jismiy holatiga kunda 3 qatam biz yemek içmek beğenmesek, ko'nglimiz chirimagandek, balınki kiyayotgan kiyimining kichikkin bir yerda tushib bo'lib qolsa, yoki bijdal tugimiz uzilib qolgan bo'lsa, ba'zilarga nisbatan bu kiyimni tashib o'tadi, darhol yangi kiyim o'pamsak, ko'nglimiz chirimaydigan bo'lsa, bal namoz o'qimay qolib qolsa, balınki gap so'zlar joyida bo'lmay qolib qolsa, balınki insonlar bilan bo'lgan muomalasi to'g'ri bo'lmay qolib qolsa, balının ruhi qurg'oq holati bo'lib qolsa, balının aqli taraqqiy qilib bu millatniki, ummatning g'amini yeydigan bir yer kelmay qolib qolsa, bu igi chiqqanlik bo'lamdi. Asla igi chiqqanlik emas. Demak, balaning jismiy holati qanday ahamiyat bersak, 3 qatim ahamiyat bergandek, har kuni 3 qatim balaning aqliga ahamiyat beraylik. 3 soat, yarım soatdan 3 vaqt tamoq ahamiyat bergan bo'lsak, yarım soatdan 3 vaqt aqliga ahamiyat berib boqaylik. Yarım soatdan 3 qatim dars o'qib boqsin. 3 qatim ruhiy holatiga ahamiyat beraylik. Bir qatim iymonni o'rganib boqsin, bir qatim axloq o'rganib boqsin, bir qatim Qur'on o'rganib boqsin. Mana mush bo'yicha mag'lub qolsa bu bal 1-2 yilda qanday holati o'zgarish bo'lamdi ekan, bu men vaqt ko'ray. Agar biz bu holatni qilamagan bo'lsak, u vaqtda bizda mas'uliyatsizlik bor degan gap. Demak, mas'uliyatdan men bir qismini ustib ko'tardim, qolgan ruhiy bilan mening karim yo'q, aql bilan karim yo'q, mening berim shu degan. Demak, sening holing bor. Bering shu bo'lgan bo'lsa, buni hal qiladiganga chorasi izlash lozim. Aql taraqqi uchun maktab qo'yish lozim balni. Buning ruhini jonlantirish uchun olim bilan ko'rishib, o'qiydigan yerga, iymon, axloq o'rgatadigan yerga berish lozim. Demak, bu 3 narsa tang ma'lumotga vaqtida bu bala ya o'ngcho'lab chiqadi, ya so'lcho'lab chiqadi, natijada millatga foydasiz bir odam bo'lib chiqadi. Xo'sh. Gapninki xulosasi. Demak, bu yerda bu ota-ona o'ziga yuklangan bu yukni berishi, bu yukning huddisidan chiqish uchun dastlabda o'zida ilm ma'rifat o'rganish lozim. Sapasini o'stirish lozim. Bilmagan bo'lsa, kitoblarni o'qish orqali kunda 1 soat, yarım soat biznes o'qish orqali o'zini yuksaltish lozim. Ammo afsuski, bugungi ota-onalar ko'pincha, bugun Uyg'urlarning ko'pincha kitob o'qimaydi. Bu eng og'ir illat. Demak, kitob o'qimagan keyin balani tarbiyalash olmaydi. Qish qarsa bu bek oldirashmay desa, kecha o'qigan vaqtida, kunduz ishlasimi, masalan, kecha o'qigan chog'da 2 soat yoki balki 3 soat qo'lida telefon yoki nima tushmaydi. Televizor tushmaydi. Shuningdan 1 soat ayirib, balalarim keladi, maktabni tam o'qiydi. Maktabda nima deb tang muzokara qilib boqaylik. Bu xil holat shakllantirib, oilani maktab aylantirsa, u balaning ruhiga ko'ngil bo'lalaydi, axloqiga ko'ngil bo'lgan bo'ldi, aqlini yetishdi. Agar unday bo'lmay qolsa, maktabdan keldingmi, tam ishla. Televizor qara, qo'chqonlik, telefonini o'yna, meni beshimni og'ritma deydigan holat kelib qolsa, demak bu balaning holidan so'z ochqini bo'lmaydi degan. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'rmanlarimiz, shunday qilib 108-sonimizni shada oxirlashtiraylik. Haqiqatan so'zlab kelsak gap jiq, haqiqatan. Buning ustiga boshqa bir so'z so'zlashga hojat yo'q inshaalloh. Bu va buning o'xshash nurg'un kitoblar va ham o'zimiz tirishayli farzandlarimizni, ham amaliy tirishchiligimiz va ko'p duo qilish bilan inshaalloh farzandlarimizni yaramliq insonlardan bo'lib chiqishiga tirishayli inshaalloh. Alloh umr bersa, oldimizga hafta boshqa bir temada yuz ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.